Heyo, hammaga salom, zo'r to'la sizlar bilan Muzallo kanali va bugungi videomizda Car Parking multiplayer o'yinida drift qilishni o'rgataman. Birinchi bo'lib biz ham interface bosib arrow va bosib qo'yamiz. Keyin bu yerdan drift mod, stabilizatsiyani o'chirib qo'yinglar. Keyin men bilan bilmadim. Grafikadan interface'da men bilan hammasini yoqib qo'yinglar. Keyin grafikadan o'yinlar sizlarda bosilsa bosib qo'yinglar. Yo'q. Hop, keyin buni uzoqroq qilamiz. Keyin buni bosib aimga qo'yib qo'yamiz. Ikkinchisi ko'rsatma qilib drift qilamiz. O'yinni o'zini o'chirib qo'ydik. Hop, bu menimcha orqa ballonda drift qilish. Buni ko'p boshqa joydan ko'rganmisizlar yo'qmi bilmayman. Men o'zim shu uyda kelib qolgan ideya kamligidan shuni qilishga qaror qildim. Bu mashinani ot kuchisini bilmayman, esimda yo'q. Nima qilib bu yoqqa kelib, nima qilsak urib olarkanmiz, nima qilmaymiz. Xo'p, mana shunaqa chiqishda yoki tushishda do'stlar qilmanglar, tavsiyam. Bunda bag joy bor. Просто tak bilish uchun. Kirib ko'raman. O'zim birinchi marta kirishim. Video nomi вообще boshqa narsa. Xullas, короче. Bunaqasi ham qilsa bo'ladi do'stlar. Ancha zo'r do'stlar drift qilishi. Noron qilib do'stlar ancha zo'r. Hop, keyin zo'risini o'rgataman. Birinchi ustga kirib chiqlik va men bratga yasashimiz sal qoldi. Keyin do'stlar bizada sovg'alar ketdi. Muzallodan sovg'a. Car Parkingda birinchi o'rin Mercedes-Benz AMG GT. Hop, keyin ikkinchi o'rin Supra, uchinchi o'rin Kaban, to'rtinchi o'rin 100,000 pul o'yinda, beshinchi o'rin 50,000 pul o'yin pulida. Hop, keyin 6-o'rin videoimda chiqish, 7-o'rin editda chiqish. Editimda hop, avvada ballon ozgincha qizdirib olaman do'stlar. Zo'r bo'ladi keyin bundoq qilib. O'sha ballonlar ham drift qilsa qiziydi, lekin cho'tki qilib beraman. Qilib tursak ozgincha o'z ballonlarim ham qizigan. Bittasi ketdi. Yana bittasini sal qisamiz. Keyin ovozlarga e'tibor bermanglar. Oldimda maktab bor do'stlar. Bunisi qizim qolmaydimi endi? Mayli, ozgincha shunaqa kutib turaveramiz. Mana narsalar ham bor ekan. Bugun obunachilar bilan video olmoqchi edim, lekin bitta game bir YouTube'ga stream qilayotgan ekanlar, shuning uchun offline olishga qaror berdim. Mana o'chirib qo'ya qolaman. Yana orqasini yasadik. Kattaroq joy kerak, bu City 1da вообще bilmadim. Bitta barsachalar yuribdi. O'zicha yamanlab berib. Hammamga kirib olamiz do'stlar, noron qilib. Mana do'stlar, kattaroq joy. Shunaqa joylarda drift qilsanglar ancha zo'r bo'ladi. Qilib, iloningizga qilib ketsanglar ham bo'ladi shunaqa. Shundoq qilib. Mana kichkina joylarga kirishni bilmayman. Orientar olish bilish kerak u joyga. Zo'r. Вообще udat do'stlar. Keyin o'zimni klanni ochmoqchiman. Kim ochishi bilib, kimni klan bo'lsa bilmadim. Shu maqsad klan ochishlardan biri. Endi o'zim ochish niyatim yo'q, chunki pulli bilaman. Kimdir klan ochgan bo'lsa qo'shilmoqchiman. Hozircha biz klan ham yuraveramiz. Akkaunt nuqul mashina oddiy bo'lib qolaveradi. O'zi keng rang. Keng qilingan. Qilib yana bogidagi. Nimaga bunaqa oddiy ko'rsatdi bilmadim. Hozir kirib buni ham ko'rsataman. Akkauntimni obzorini ko'rgansizlar do'stlar. Akkauntimni obzorini ko'rsatganman oldingi videoimda. Keyin sovg'ada qatnashishi qanaqa yo'li. Hop,
Bundan oldingi akkauntim obzori bilan bunga maksimalniy ko'p kommentariy yozasizlar. 30 ta, 20 ta mana shunaqa yozib tashlayverasizlar. Deb emas, misol uchun qoyil, zo'r shunaqa qilib yozib tashlayversanglar. Men уже bitta shunda Wheel of Names saytiga kirib olaman. Unda barabar aylantirsa bo'ladi. Birinchi o'rin deb yozaman nomiga, keyin hammanglarni usernaminglarni yozaman. Kim tushsa o'sha birinchi o'rin, kim tushsa ikkinchi o'rin. Buni men 500 ta obunachidan o'tgandan keyin qilmoqchiman, chunki tezroq 500 ta bo'lishimiz kerak. Keyin do'stlar, menga YouTube pul to'lamaydi hozircha. Aktiv bo'lsam ham shuning uchun ozgincha obunachi to'plashimiz kerak. Sizlar poddesh kelib yordam beradi. Keyin YouTube monetizatsiyani yoqib bersa tezroq 500 ta bo'lib, keyin men sizlarga ajoyib sovg'alar, klanlar, shunaqa narsalar qo'shaman do'stlar albatta. Chunki men hozir bekordan bekor bu yoqda pulli ishlatish niyat yo'q. Hop, keyin videoyimizda qatnashadiganlar bo'lsa, Telegram chatimizga o'tinglar, havola ostida turibdi. Drift qilishni o'rgatmoqchi edim bu videoda, qo'ldan kelgancha o'rgatyapman degan umiddaman. Nima qilishinglarni boshida ko'rsam, shunaqa gaplashib drift qilaverasizlar ozgincha urib. Men bu devorga kelib urildi, devor o'ziga burildi, biz turdik do'stlar. Adolat bilan to'g'risini yozinglar, kim urdi? Devor urdi, to'g'rimi? Devor urdi deganlar dushi o'yinga qo'shaveraman. Xo'p, shunaqa o'yinni pashti mayli 200 ta bo'lsa ham o'ynab yuboramiz. Lekin GT menimcha jalka 200 ta obunachiga. Shuning uchun tezroq 500 ta bo'lsam, davay deb o'ynab yuboraman. Men bu kafe markasi bo'lsa kerak. Hamdan kirib olsak, voy, istalmay yasadik. Mana kirib olmaydi. Mamdan kesam ham bo'lardi, lekin erindim. Erinish oqibati shuning uchun dangisa bo'lmaydi. Bunday kelib mamdan pullab olamiz. Bunday qilib o'tda pul yig'ilaveradi, biz shunaqa qilib yuramiz. O'sha motor ham taqilladi. Hop. O'yindan qo'tta driftimiz ko'tara olmay. Do'stlar, shunaqa gaplar. Keyin bu videoda mashina olib turib, zo'r driftga kirganlarimni olib turib, editatsiyaga avtomatik 3-chi o'rin, 2-chi o'rin mashinaqa bo'lib keturadi. Car parkingiga borlarga mashinaqa u mashinalarni ham video oxirida ko'rsatib yuboraman. Voy bilan, mayli. Hech qisi yo'q. Xo'p, kiramiz o'yinga va sizlarni ko'rsaman mashinalarni. Necha pul ham to'playmiz, hech nima emas u. Mana birinchi o'rin mashina, o'zimga sevimli mashinam. Oldilarini ko'rsam, shikalat joyi bu oldi. Shikir bo'lib ketibdi, bitta yuvamiz. Yuvib kelamiz, chunki obunachilar sizlarga kir qilib topshirmayman, xotir olmanglar. Chutki qilib yuvib topshiraman. Bu birinchi o'rin o'zimga juda ham yoqadi, lekin menda bananam bor. Xohlasanglar bananni o'ynab yuboramiz. Bananni ham o'ynab yuboraman, vashcha farqi yo'q menga. Kelib. Rahmat. Urilmagan mashina emas. Hech qisi ham bunaqa qilsa to'g'rilansa bo'ladi, bu urish nima emas. Bunaqa qilib, nomo'yka ham qilib olamiz. Qilib. Mana sizlarni kim video ko'rib o'tirgan bo'lsa, o'sha kimligini bilmayman. Bu mashina yutadigan odam, sizni mashinangizni mo'yka qildim. Va mana driftlari ko'rishingiz mumkin. Bilmadim, tezroq 500 ta bo'lsa buni o'ynaymiz ungacha. Hop, 6 ta o'rin 500 ta bo'lsa bundan qo'yib yuboramiz bitta odamga, bitta odamga. Bu yil 500 tadan bo'lishimiz kerak. Mana kim poyga o'ynamoqchi bo'lsa, mana shu mashinada o'ynayman, ot kuchisini ko'rsatmayman. Xo'p, maqtanish emas, yana maqtanyapti bahona qilib, u bo'lmas. Mashinam qidiryapman. Mana bu birinchi o'rin, hozir 200 ta obunachi bo'lsak, ko'rib turganinglardek. Hop, bu dablik 201 bera olmayman. Bu Kaban. Bu ham ikkinchi o'ringa bu.
3-chi o'rin pul, 4-chi o'rin pul o'yin pulida. Bu mashinani ham bitta haydab ko'rsam, Supra ham legenda do'stlar. Suprani bilgani biladi, keyin Suprani headlight joyi bor. Любой mashinalar bu noseli, любой mashinalarga qo'shilib ketadi. Men mashinada emblema bor, buni zo'r tarafi. Oho. Olgan odam mazza qilib haydaydi buni. Sal-pal yoshi kattaroqlar biladi, 15-14 yoshlilar. Bu mashina oldin rek bo'lgan, hozir yura olmaydi shaharda. Shuning uchun o'zim yig'ganman kolleksiya qilib. Berib yuborishim bilmadim. Lekin berib yuboraman. Tezroq 200 ta bo'lsa do'stlar, 154 tamiz 46 ta obunachi yetmayapti. Antga kiramiz, hozir previga bitta rasmcha olamiz. Keyin videoni tugatamiz. Mana mashina eng zo'r mashinalarimdan biri. Ko'p joyga haydayman. Mana buni qaranglar do'stlar, vinilni. Buni Xayrullo degan odam qilib berganlar. Hop, keyin onlaynga ideyalar yozib qoldiringlar. Onlayn, offlayn vashi farqi yo'q. Uyimni obzor qilamanmi, nimani obzor qilay? Hop, bundan qilib. Restoran obzor qiladigan narsa ham yo'q уже. Tekskili. Qanaqa screenshot bo'ldi? Undan ko'ra qanaqa olganimiz yaxshiroq. Bundan qilib turib, dronda olgan yaxshi, lekin dronda olib bo'lmaydi. Aytdim-ku, olib bo'lmaydi deb. Bunaqasi qilib, stabilizatsiyani yoqib bitta joyda turib olamiz. Hozir o'zida olib qo'yishim kerak. Men stabilizatsiyani yoqsanglar dumaloq drift qiladi. Sirpanmaslikni oldin oladigan narsa bundan kelib. Bundan qilib turamiz. Ozgincha. FPS ham chiqib, telefon qo'totdi. Bo'ldi. Hop, keyin shu ideyalarni yozib qo'yinglar. Hamma narsa haqida gaplashdi. Ozgincha charchadim uzr. Mana dumaloq drift ham qilsanglar bo'ladi. Orqasiga ketib qovurmasa hadeb ani ija. Ja dumaloq emas bu ham. Lekin qilsanglar bo'ladi. Bundan qilib turib, bundan qilib. Mashinaga drift qilganlarimni olib turib edit yasasanglar do'stlar, avtomatik 2-chi, 3-chi o'rin bo'lib qolishinglar mumkin. Bundan qilib, xullas video tugadi. Hammaga rahmat, hammaga xayr.